Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz detin imtihonning majburiy matematika qismida tushish ehtimoli katta bo'lgan va nisbatan murakkabroq bo'lgan savollarni sizlar bilan birga ko'rib chiqamiz. Demak, boshlaylik. Birinchi savol. 0,2 soniga teskari sonning qarama-qarshisini toping. Bu savoliga javob topishdan oldin biz teskari son va qarama-qarshi son nima ekanligini bilib olishimiz kerak. Demak, birinchi teskari son nima degan savolga javob topaylik. Teskari son, misol uchun, odatda kasr sonlarda ko'p uchragan uchun kasr sondan misol qilib boshlaymiz. 7 dan 3 soniga teskari son deb 3 dan 7 soniga aytiladi. O'zaro teskari sonlar, ya'ni sodda qilib aytganda, surat va makrajlarning o'rni almashtirilgan holat bu o'zaro teskari sonlarni keltirib chiqaradi. Yana biror misol keltiradigan bo'lsak, misol uchun 2 dan 5 soniga teskari son qilib, demak 5 dan 2 sonni olmaydi. Ya'ni 5 dan 2 sonini misol qilishimiz mumkin. Endi kasr sonlar menimcha tushunarli. Oddiy sonlarda bu qanday bo'ladi? Misol uchun 6 soniga o'zaro teskari son qanday bo'ladi desa, bu 1/6 yoki 6 dan 1 soni 6 soniga o'zaro teskari hisoblanadi. Va shu bilan birga ular bir-biriga nisbatan teskari hisoblanadi. Ya'ni 6 soniga 1/6 o'zaro teskari bo'ldimi? Demak, 1/6 soniga 6 soni o'zaro teskari hisoblanadi. Xo'p. Endi o'nli kasrlarda ham bir misol ko'raylik. O'nli kasr, misol uchun 2/10 5 soni biz bilamizki bu son boshqatdan 2/10 5 sonini, demak oddiy kasrga aylantirsak bu 5 dan qism 2 yoki 2 dan 5 soni bo'ladi. Va albatta bunga teskari son 2/5 bo'ladi va buni ham o'nli kasrga aylantirib qo'ysak bo'ladi. 0,4 soni 2/5 soniga o'zaro teskari hisoblanadi. Nima uchun bunday deyilganda, endi haqiqiy ta'rifiga o'tamiz. O'zaro teskari sonlar deb ko'paytmasi birga teng bo'lgan sonlarga aytiladi deyilgan. Mana men avtomatik ishlovchi dasturda turibman, teng belgisini qo'ysam, bir natijasini chiqarib beryapti. Mana yana bularda ham demak teng belgisini qo'ysak 1. O'zi shundoq ham ko'rinib turibdi. Demak, surat bilan 2 bilan 2, 5 bilan 5 qisqarib ketadigan bo'lsa, kasrlarni ko'paytirish qoidasiga asosan natija 1 chiqadi. Demak, teng qo'ysak 1. Va 6 ko'paygan 1/6 ham ko'pchilikka ma'lum bo'lsa kerak, 1 natijasi chiqadi va o'z navbatda uning aksi ham bir natijasini beradi. Ya'ni biror songa teskari sonni topish uchun 1 ni shu songa bo'lish ham kifoya qiladi yoki oddiy kasrga aylantirib mana bunday ko'rinishda topish kerak yoki 1 ni shu songa bo'lish kerak. Mana endi o'zimizni misolga qaytamiz. 0,2 soniga teskari son topmoqchiman. 0,2 soniga teskari son topish uchun dastavval uni oddiy kasrga aylantiramiz. 1/5. Agar demak 1/5 son 0,2 ga teng bo'lsa, bu songa teskari son 5 bo'ladi. Bu narsani demak mana bunday 1 ni 0,2 ga bo'lish orqali ham topish mumkin. Avtomatik yechim topadigan bo'lsak, teng qo'ysam 5 chiqadi. Yoki ko'pchiligimiz demak bilamiz, 0,2 soni o'z navbatida 10 dan 2 soniga teng. Buni 2 ga qisqartirsak 1/5 soniga teng. Mana shu shaklda demak o'zaro teskari sonlarni topish mumkin. Yaxlit holatda hozir o'zimizning misolni ko'ramiz. 0,2 soni. Bu demak teng bo'ladi bizning holatda.
shaklda qilib olmasam, dasturimda ozgina muammolar bor ekan. 0.2 son teng bo'ladi. 2 taqsim 10 ga. Xo'p, agar demak bu sonning sur'at va maxrajini 2 ga qisqartirib yuborsam, bu son 1 taqsim 5 ga teng bo'ladi. Va 1 taqsim 5 sonning teskarisi 5 taqsim 1. 5 taqsim 1, ya'ni ki 5 ga teng bo'ladi. Xo'p, 0.2 soniga teskari sonning degan joygacha biz javobni topdik. Ya'ni 0.2 soniga teskari son bu 5 ekan. Endi qarama-qarshisini toping degan savol. Teskari son nimaligini tushungan bo'lsak, qarama-qarshi songa diqqat qilamiz. Qarama-qarshi son nisbatan oson. Ya'ni 5 soniga qarama-qarshi son deb, misol uchun -5 soniga aytiladi. Juda ham oddiy. 3 soniga qarama-qarshi son -3. 0.5 soniga qarama-qarshi son -0.5. Xullas kalom, bu yerda hech qanaqa muammo yo'q. Aksincha ham, ya'ni -2 ga qarama-qarshi son bu 2. -1.2 ga qarama-qarshi son 1.2 ning o'zi. Ya'ni qarama-qarshi sonlar shunchaki plus va minus ishoralari bilan farq qiladi, xolos. Demak, buni tushungan bo'lsak, endi savolimizning asliga qaytamiz. 0.2 soniga teskari sonning qarama-qarshisini toping. Birinchi qismdan boshlaymiz. 0.2 soniga teskari son 5. 5 ning qarama-qarshisi -5. Demak, javobimiz -5 ga teng ekan. Belgilab qo'yamiz. Demak, birinchi savolimizning javobi chiqdi. Ikkinchi savol va uchinchi savolga diqqat qilamiz. 1 litr necha santimetr kub va 1 litr necha detsimetr kub? Bu kirish savollari maqsad mana shu 4-savolni ishlashdan iborat. Buni demak, bilib olishimiz uchun yaxlit bir hajm degan tushunchani o'rganib qo'yishimiz kerak. Mana hajm. Aniqroq aytganda, paralleliped va kubning hajmini ko'rib chiqamiz. Paralleliped mana bu siz ko'rib turgan akvarium yoki g'isht deysizmi, shunga o'xshagan shakl. Hozirgi zamonaviy yangi kitoblarda kuboid nomi bilan ham kelyapti. Demak, qirralari mana shu chiziqlar A, B va C. Odatda eni, bo'yi va balandligi deyiladi. Shular qirralari deyiladi. Kuboidda yoki kubda umuman 12 ta qirra mavjud. Bu savollar ham 2025-yilda majburiy matematika savollariga tushgan. Konus, paralleliped, prizma va hokazolarning qirralari, uchlari va yog'lari haqidagi gaplar. Demak, shular haqida ham tezroq ma'lumot berib ketamiz. Demak, bu yerda mana bu chiziqlarni sanasangiz 12 ta chiqadi. A qirradan 4 ta, B qirradan 4 ta va balandlik bo'lgan C qirradan ustunlardan 4 ta. Demak, 3 kara 4 jami 12 ta qirra mavjud. 3 degan tushuncha ham bor. 3 degani mana bu burchak qismi mana shu joy. 3 deyiladi, 8 ta uchi mavjud. Yog' degani devorlar, yuzalar, ya'ni 4 ta devor, pol va shift degan ma'noda qarasak 6 ta yog' mavjud. Mana yozib qo'yamiz. 12 ta qirra, 8 ta uch va 6 ta yog' mavjud. Parallelipedda shuningdek kubda ham xuddi shuncha. Xo'p. Endi parallelipedning hajmi masalasiga qaraydigan bo'lsak, hajm degani o'zi mana shu akvarium desak, akvariumga to'ldirib qo'ysak, usti bilan tekis bo'lsa, necha litr suv sig'adi degan masalaga o'xshaydi. Ya'ni aniq hajm nima degan savolni tushunsak, demak, mana shu to'la suv bo'lsa, necha litr suv bor degan savolga o'xshaydi. Demak, parallelipedning hajmi topish formulasini mana yozib qo'ydik. V barobar A ko'paygan B ko'paygan C ga teng. Ya'ni
mo'srayishda turli qirralarning ko'paytmasi. A mana B bo'yi, eni va balandligining ko'paytmasi shu parallelning hajmini beradi. Endi misol uchun V A qirramiz. A qirramiz. Kattalashtirib misol. A qirramiz aytaylik 5 cm. Endi juda kichkina ko'rinadi-yu. Lekin bo'ladi. Biz santimetr, millimetr qilishimiz shart emas, sonni o'zini beramiz. A 5 cm, B aytaylik 6, balandligi esa demak aytaylik 8 cm bo'lsa, hajmini topish uchun shunchaki barobar 240 chiqyapti. Bu avtomatik hisoblayapti mana formaga qo'yib. Demak, bizning holatda V barobar ABC ni o'rniga qo'yadigan bo'lsak 5 ko'paytirilgan 6 ko'paytirilgan 8 ga teng. 5 kare 6 30, 30 ni 8 ga ko'paytirsak 240 degan narsa kelib chiqadi. Javob chiqib keladi. Javobimiz endi santimetrda bo'lsa santimetr kub, desimetrda bo'lsa desimetr kub va hokazo metr bo'lsa metr kub shaklida bo'ladi va bu yerda biz hozir litr haqida ham gaplashamiz. Bundan oldin esa kub haqida ozgina ma'lumot berib o'taman. Kub ham deyarli parallel bilan bir xil. Faqat kub degani mana bu 3 xil 12 ta qirra mavjud bo'lsa, bu qirralar 3 xil edi. Kubda 12 ta qirrasi ham bir xil uzunlikka ega bo'ladi. Yani bu yerda bu qirrani 1 desimetr, bu qirrani 10 santimetr deb oldim. Ko'pchilikka ma'lum bo'lsa kerak, 1 desimetr emas, o'zi 10 santimetrga teng. Demak, o'z navbatida hajmni topish formulasiga qo'yadigan bo'lsak, barcha qirralari A dan bo'lsa, A ko'paytirish A bo'ladi. Ya'ni A ning kubi yoki A ning 3-darajasiga teng bo'ladi kubning hajmini topish formulasi. Misol uchun agar A imiz teng bo'lgan deydi 7 ga, uning hajmi 343 ga, ya'ni 7 ni kub. Yuqoridagi A ni oldi. Mana A ga qaramadi nimagadir. O'zimiz hisoblasak, B barobar demak 7 ning kubi bo'ladi. 7 ning kubi degani 3 marta 7 ni bir-biriga ko'paytiring. 3 marta 7 ni ko'paytirib qo'ysangiz 343 ga teng bo'ladi. Demak, kubning hajmini topish oson, tushunarli. Hamma qirralar 7 dan bo'lgandan keyin xuddi mana bu formulaga o'xshab 3 marta 7 ni ko'paytirish kerak. Xo'p, litr. Hammamiz bilamiz 1 litr degan tushuncha bor. 1 litrli plastik idish yoki 1 litrli shisha idishlarni ko'rganmiz. O'zi u qayerdan kelib chiqqan 1 litr degan savol ko'pchilikni qiziqtirsa kerak. Qayerdan bilamiz u haqiqatan ham 1 litr ekanligini? Demak, eslab qolamiz. 1 litrda qirrasi 1 desimetr yoki 10 santimetr bo'lgan kub shaklidagi idishning hajmiga aytiladi. Ya'ni mana shu qirrasi 10 santimetr bo'lgan kubni ichini to'ldirib suvga to'ldirsak, mana shu 1 litr suv bo'ladi. Eslatma, 1 litr har doim ham 1 kilogramga teng bo'lmaydi. Suvda lekin teng. 1 litr suv 1 kilogramga teng. Boshqa moddalarda yog', sut va shu kabi moddalarda 1 litr 1 kilogramga teng emas. Demak, shundan ma'lum bo'ladiki, agar biz 1 desimetr kubning hajmini topadigan bo'lsak, V barobar 1 ning kubi, ya'ni 1 ni 3 marta ko'paytirib topishimiz kerak. 1 ni 3 marta ko'paytirsak, baribir 1 desimetr kub bo'ladi natijamiz. Demak, mana shu yerdan bo'lib olishimiz mumkinki 1 litr 1 litr teng 1 desimetr kub.
1 detsimetr kubga teng. Xo'p, santimetrda qiyoslasak, ko'proq santimetrda ishlaymiz. Demak, 1 litrimiz 10 santimetrlik avval hajm topaylik. 10 santimetr deb olsak, demak hajmi V barobar V kub deylik, V barobar barobar 10 ning, ya'ni 10 santimetrning kubi ga teng bo'ladi. Bu esa o'z navbatida hozir teng belgisini qo'yadigan bo'lsak 1000 santimetr kubga teng. Ya'ni 1 litrimiz nafaqat 1 detsimetr kubga, balki bu 1000 santimetr kubga ham teng bo'ladi. Demak, mana shu asosiy joyi 1 litrimiz 1 detsimetr kub va 1 litr yoki 1 detsimetr kubimiz 1000 santimetr kubga teng. Mana shu yerdan ham bilib olsak bo'ladi. Aslida 1 detsimetrimiz 10 santimetr bo'lgandan keyin ikkala tomonni 3-darajaga oshirsak, 1 ning 3-darajasi va 10 ning 3-darajasi 1000 mana yozib qo'yildi. Demak, 1 detsimetr kubimiz 1000 santimetr kubga teng ekanligi mana shu yerdan bilib olsak bo'ladi. Demak, mana shu xossani biz olib misolimizga qaytamiz. Xossani shu yerga joylashtirsak, savolimizga javob topamiz. Birinchi savolda 1 litr necha santimetr kub degan savol edi. 1000 santimetr kub chiqdi. Bu demak keyingisi 1 litr necha detsimetr kub? 1 detsimetr kubga teng. Mana shu xossani asosan bilib olsangiz, o'zingizga yaxshi bo'ladi. 1 litr 1 detsimetr kubga teng. O'zi litr shundan olingan. Litr 1 detsimetr kubdan olingan. Javobni to'g'risini belgilab qo'yamiz. Xo'p, va mana 4-savolga qaraymiz. 4-savol. Demak, eski qolib ketgan ekan. 4-savol. Eni 60 cm, bo'yi 40 cm va balandligi 35 cm bo'lgan kuboid, ya'ni parallel shaklidagi akvariumning yarmi suvga to'la. Shaklidagi akvariumning yarmi suvga to'la. Akvariumda necha litr suv bor? Shu yerda nuqta qolib ketibdi. Akvarium. Xo'p. Demak, bunda formulani dastavval eslab olaylik. V demak barobar A ko'paygan B ko'paygan C. Ya'ni barcha o'sha har xil qirralarning ko'paygani. Bizda ikki xil yo'l mavjud. Birinchi usul shunchaki santimetr holatda uchalasini ko'paytirib, keyin litrga o'tkazish. Ham 1 litrimiz 1000 santimetr kubligini inobatga olib 1000 ga bo'lsak litr chiqadi. Yoki har uchalasini santimetrdan detsimetrga o'tkazib, 1 detsimetrimiz 10 santimetr ekanini inobatga olib, ani 6 detsimetr, buni 4 detsimetr, buni 3.5 detsimetr deb turib, uchalasini ko'paytirsak, o'sha chiqqan javob detsimetr kubda ham litrda chiqqan hisoblanadi. Endi hisoblashga qulay bo'lishi uchun sizlarga birinchi usulda ishlatib ko'ramiz. Ya'ni V barobar A ko'paygan B ko'paygan C bo'lsa, demak, eni 60 ko'paytirilgan, bo'yi 40 ko'paytirilgan, balandligi 35 cm ga teng bo'lsa, javobimiz 6 kare 4 24, 35 ga ko'paytirsak 840, ya'ni 84.000 santimetr kubga javob chiqib keladi.
Demak 84.000 santimetr kub. Bu ham o'z vaqtida demak bizga yuqorida ma'lum bo'ldi 84 litrga teng. E'tibor bergan bo'lsak, bizda akvariumda necha litr suv bor degan savol qo'yilgan. Ya'ni javob olishga shoshilmaymiz. Biz akvariumning jami agar suv to'la bo'lganda edi 84 litr bo'lishini bildik. Bizda demak akvariumning yarmi suvga to'la degan gap bor edi. Shu yerda mana akvariumning yarmi suvga to'la. 84 litrli akvariumning yarmi suvga to'la. 84 ni demak 2 ga bo'lib yuboradigan bo'lsak 42 demak javobimiz akvariumda 42 litr suv bor. Demak belgilab qo'yadigan bo'lsak javobimiz 42 litr suv. Jami akvariumning hajmi 84 litr, uning yarmi esa 42 litr suv mavjud. Xo'p, 5-savolga o'tamiz. 5 va 6-savollarimiz proporsiyaga doir. Bunga doir savollar, masalalar har doim bitta yoki ikkita bo'lsa ham keladi albatta o'ntalik testimizda va bilib qo'yishimiz shart bo'lgan narsalardan biri. Biz asosan masalalarni ko'ramiz, chunki odatda mutaxassis fanlar emas, nomutaxassis fanlar majburiy matematikaga tayyorgarlik ko'rsa, masalalardan nisbatan qiynalishadi. Demak, 5-masalamiz. Umida 700 sahifalik kitobni o'qishni boshladi. U 2 kunda 35 sahifa o'qigan bo'lsa, Umida necha kunda kitobni to'liq o'qib bo'ladi? 2 kunda 35 sahifa o'qigan bo'lsa, 700 sahifani necha kunda o'qib bo'ladi degan savolni bizga beryapti. Proporsiya qilamiz. 35 sahifa kitobning 35 sahifasi demak 2 kunda o'qib bo'linadi. Bizdan so'ragan narsasi esa 700 sahifalik kitob necha kunda? X kunda. Proporsiya degan joyda mana bunaqa yozib olish birinchi navbatda shart. 35 sahifa to'g'ri qo'yaylik. 35 sahifa. Demak, 2 kunda 700 sahifa esa x kunda. Ya'ni biz o'sha 700 sahifa necha kunda o'qilishini topishimiz kerak. Mana bu shaklda yozib olamiz. Va diqqatli bo'ladigan joyimiz sahifa tagiga sahifa tushishi kerak, kun tagiga kun tushishi kerak. O'rnini almashtirib qo'ysak, bu noto'g'ri javobni keltirib chiqaradi. Misol uchun 35 sahifa 2 kun, x kun 700 sahifa deb o'rnini almashtirib qo'ygan bo'lsak, butunlay xato javob chiqib keladi. Mana bu shaklda yozib olganimizdan keyin proporsiyaning asosiy xossasidan foydalanamiz. Demak, proporsiya qaysi shaklda ko'paytirish deyiladi o'zimizning tilda. Demak, 35 ko'paygan x ga ko'paytirgani teng bo'ladi. Hozirgi holatimizda 700 ni 2 ga ko'paytirgan. Ya'ni e'tibor bersak, mana shu 35 ni x ga ko'paytirdik, 700 ni 2 ga ko'paytirdik. 700 ko'paytirilgan 2. Xo'p, dasturda kamchilik deyapti. 35 ko'paytirilgan x barobar 700 ko'paytirilgan 35 ni x ga, 700 ni 2 ga ko'paytiramiz. Juda ham oson qoida va esdan chiqarmaslik kerak. Demak, yuqori chap tarafni pastki o'ng tarafga, pastki o'ng tarafni, yuqori o'ng tarafni pastki chap tarafga ko'paytirish kerak. Natijamiz 35 x 35 x
teng bo'lyapti. 700 ni 2 ga aytsak 1400 ga. X shunday. Shunda x teng bo'ladi 1400 ni tenglamalar ishlashning qoidasiga asosan ko'paytirish tenglikning o'ng tomoniga o'tganda bo'lishga o'zgaradi. 1400 ni 35 ga bo'lamiz. Natijamiz esa 40 ga teng. Demak, 35 ga bo'lamiz. X barobar 40 ga teng. Demak, umida 2 kunda 35 sahifa o'qisa, 2 kunda 35 sahifa o'qisa, 700 sahifani 40 kunda o'qib bo'lar ekan. Xuddi shu shaklda agar tushungan bo'lsangiz videoni to'xtating va mana bu masalani ishlab ko'ring. Biz esa yozib qo'yamiz, demak 8 litr. Endi qo'shimcha nimalarni yozmayman. 8 bizda 6 ga to'g'ri kelyapti. Demak 20 bizdan nechiga to'g'ri keladi degan savol qo'yilyapti bizga. Proporsiya 8 ko'paytirilgan x 8 ko'paytirilgan x barobar 20 ko'paytirilgan 6. Demak, natijamiz 8 ko'paytirilgan x barobar 8x deb yoza olmayman, dastur qabul qilmaydi, lekin 8x deb yozib qo'ysa bo'ladi. 20 ni 6 ga ko'paytirsak 120 ga teng. Va oxirida javobni topish uchun x teng 120 ni demak 8 ga bo'lish kerak ekan. Natijamiz shunda x barobar 15 ga teng bo'ladi. 128 ga bo'lsa 15 ga teng. Demak, 8 litr sutdan 6 kilogram sariyog' tayyorlansa, 20 litr sutdan 15 kilogram sariyog' tayyorlanar ekan. Hop, boshqacha usulda yana bir ko'rsak, oddiy o'zimizning mantiqiy usulda ishlaymiz. 8 litr sutdan 6 kilogram tayyorlansa, demak 4 litr sutdan 3 kilogram tayyorlanadi. Har 4 litrdan 3 kilogram chiqsa, demak 20 litri 4 litrdan 5 marta katta. 3 kilogramdan 5 marta kattasi 15 kilogram bo'ladi. 3 kara 5 15. Yuqoridagi javobni ham belgilab qo'yaylik. 40 ga teng edi. Proporsiyaga doir savollar qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar yana shu tartibda ishlanadi. Hop, yana biror misol ko'raylik. Kamroq misol topdim bunga. Mana savol. Mototsiklchi 400 kilometr yo'lni 10 soatda bosib o'tdi. 10 soatda bosib o'tdi. U shunday tezlik bilan 3 soat yursa, necha kilometr masofani bosib o'tadi degan savol qo'yildi. Misol uchun x kilometr bo'lyapti bizda. X kilometr 3 soat. Proporsiya qiladigan bo'lsak, 10 ko'paytirilgan x barobar 400 ni 3 ga ko'paytirish kerak. 10 ko'paytirilgan x barobar 400 ni 3 ga ko'paytirsam 1200 ga teng bo'ladi. 1200 demak 10 ga bo'linsa 120 ga teng bo'ladi. Mana bosib o'tilgan yo'l, tezlik va vaqt masalalariga ko'ra ishlasak ham javob chiqib keladi. Demak, 10 soatda 400 km bo'lsa, 3 soatda 120 km bo'ladi. Yo'qida bosib o'tilgan yo'lni topish formulasi bor edi. S barobar V ko'paytirilgan
T degan formani ko'pchilik matematikada ham, qolaversa fizikada ham ko'rgan bo'lsa kerak. Shu asosida, demak, V barobar S taqsim T S taqsim T formula kelib chiqadi. Bunga qo'yadigan bo'lsak, demak biz 400 kilometrni 10 soatda bosib o'tsa, uning tezligi 40 km/soat. 40 km/soat bilan mana bu formulaga qo'ysak endi 40 km/soat tezlik bilan 3 soat yursa esa 120 kilometrni bosib o'tadi. Mana demak proporsiya haqidagi tushunchamiz shakllandi deb o'ylayman. Keyingi savollarga o'tamiz. Uch miqdor masalasi. Uch miqdor masalalari majburiy matematikada tushishi mumkin bo'lgan eng murakkab masalalar toifasiga kiradi. Ya'ni mana bunaqa savol tushsa, bilingki, eng murakkab savollardan biri o'sha 10talik savolning ichida. Lekin hozir o'rganib olsangiz, demak sizga eng oson savollardan biri bo'lib qoladi bu nasib bo'lsa. Savol: 100 ta chumchuq 100 kunda 100 kg don yesa, 10 ta chumchuq mana shu joyini o'zgartirib qo'yish. Esimdan chiqdi. 10 ta chumchuq 10 kunda necha kilogramm don yeydi? Demak, juda ko'pchilik o'ylamay turib bu savolning javobini 10 deb belgilaydi. Lekin afsuski bu javob xato. Bu yerda javob 10 kilogramm emas. Ya'ni 100 ta chumchuq 100 kunda 100 kilogramm don esa 10 ta chumchuq 10 kunda 10 kilogramm yemaydi. Ishlotdi. Avval o'zimizni sodda tushunarli usulda ko'ramiz, keyin mana bu haqiqiy ishlanish yo'liga o'tamiz. Aytaylik, demak 100 ta chumchuq bor, 100 kun 100 kilogramm yeyapti. Endi aytaylik, o'sha 100 ta chumchuq boqqan odam 90 tasini 100 kundan keyin sotib yubordi-da, ularni endi yana 100 kun boqmoqchi. U oldin bilardiki, 100 ta chittaqqa 100 kunga qancha don sarflanishini. Endi xuddi shu muddat o'zgarmadi, 10 ta chittaq. Ya'ni chumchuqlar soni 10 marta kamaydi. Demak, don ham 10 marta kamayishi kerak. Kunni inobatga olmang, chunki muddat o'zgarmagan 100 kun. 100 ta chittaq chumchuq, 100 ta chumchuq 100 kilogramm yegan bo'lsa, 10 ta chumchuq 10 kilogramm yeydi. Bu oddiy, hammaga tushunarli narsa. Endi haligi odam 10 ta chumchuqni boqdi 100 kun. Lekin nimadir bo'lib sota olmay qoldi ular. Yana 10 kun boqishni niyat qildi. Don esa tugadi, yana don sotib olish kerak. 10 ta chumchuq uchun endi u o'ylayapti, 10 kunga qancha don kerak bo'ladi menga? U ikkinchi holatda yana o'ylaydi. 10 ta chumchuqqa 100 kunga 10 kilogramm ketgan bo'lsa, o'sha miqdordagi chumchuqqa 100 kun emas, endi 10 kun uchun 1 kilogramm yetar ekan deydi. Demak, 10 ta chumchuq 100 kunda 10 kilogramm esa, o'sha sondagi chumchuq 10 ta chumchuq 100 kun emas, 10 kunda 10 marta kamroq yeydi-da, 10 kilogramm emas, 1 kilogramm yeydi. Demak, javobimiz 1 kilogramm chiqadi. 100 ta chumchuq 100 kunda 100 kilogramm esa, 10 ta chumchuq 10 kunda 1 kilogramm don yeydi. Bu mana bunaqa fikrlab topish usuli. Demak, matematik uslubda bu misol va bunga o'xshash misollar qanday ishlanadi? Xuddi proporsiyaga o'xshab, o'sha tengma-teng yozib olinadi. Mana 100 ta chumchuq 100 kunda 100 kilogramm, 10 ta chumchuq 10 kunda x kilogramm, ya'ni necha kilogramm yeydi degan savolni terib oldik. Xo'p, bu yerda mana bu sonlarning o'rni muhim ahamiyatga ega. Birinchi o'rinda doim bajaruvchilar bo'ladi.
bajaruvchilar, misol uchun 100 ta chumchuq 100 kunda desa, bu yerda chumchuq bajaruvchilar deb qo'yaymi? Bajaruvchilar, chumchuqlar bu yerda 100 ta chumchuq bor burada. Ikkinchi o'rinda doim vaqt keladi. Ya'ni muddat, necha kunda, necha oyda, yilda kelishi mumkin. Misol uchun ba'zi masalalar bor. 7 ta traktor 5 kunda 3 gektar yer haydab bo'lsa, 10 ta traktor 8 kunda necha gektar yer haydaydi va hokazo shunga o'xshash savollar bo'lishi mumkin. Shu holatda demak, o'rnini almashtirmaslik zarur. Bajaruvchilar, ya'ni o'sha undan oldin aytgan hozirgi traktorlar masalasida traktorlar bajaruvchi 5 kun, 3 kunlar muddat va necha gektar haydashi bu natija edi. Demak, terib olgandan keyin endi diqqat bilan qaraymiz. Biz qiladigan ish qanday? Xo'p. Birdaniga osonroq variantni ko'rsataman, chunki variantlar ko'p. Mana bu holatga keltirib olgandan keyin ishlashning yo'llari ko'p. Sizlarga kasr qilmasdan, kasr so'ngga aylantirmasdan osonroq ishlash yo'lini o'rgataman. Yana o'zimizni mana yuqoridagi mana bu oddiy proporsiyaga keltirish yo'li. Birinchi va ikkinchi o'rindagilarni ko'paytiramiz bir-biriga. 100 ni 100 ga ko'paytirsam 10,000 100 kilogram. Birinchi va ikkinchisini ko'paytirdim, ikkinchisini to'g'risiga yozdim. Uchinchisini, birinchi ikkinchisini ko'paytirib, uchinchisini to'g'risiga yozdim. Va xuddi shunday ishni mana bu ikkinchi tomonga ham qilaman. 10 ni 10 ga ko'paytirdim, 100. Va x kilogram. Mana endi o'zimizdan oddiy proporsiya bo'ldi. 10,000 ni x ga ko'paytirsam, 10,000 ko'paytirish x barobar 100 ni 100 ga ko'paytirsam ham 10,000. X barobar bu yerdan 10,000 ni 10,000 ga demak. Bo'lsak 10,000 bo'lingan 10,000 natijamiz 1 ga teng chiqadi. Mana demak 1 kilogramning haqiqiy ishlanish yo'li. Birinchi ikkinchilarni ko'paytiramiz bir-biriga va birinchi o'ringa yozib olsak, o'zimizga yana qayta proporsiya chiqadi. Buni asli biror joydan haqiqiy ishlanishini ko'rsangiz bunaqa emas. Bunday emas. Ular aytgan 100 ni 10 ga bo'lgan ko'paytirish 100 ni 10 ga bo'lgan barobar 100 ni x ga bo'lgan. Lekin siz majburiy matematikada ko'proq nomutaxassislar o'qiyotgani uchun o'shalarga moslab aytyapman. Mana bu proporsiyani yaxshilab o'rganib olgandan keyin bu masalani ham proporsiyaga qiyoslasa bo'ladi. Demak, xuddi shu asnodagi ikkinchi sal hazilomuz yozilgan savol. 1,5 ta tovuq 1,5 kunda 1,5 ta tuxum qo'ysa, 3 ta tovuq 3 kunda nechta tuxum qo'yadi deyilgan savol. Ya'ni aslida hayotda 1,5 ta tovuq bo'lishi mumkin emas. Bu shunchaki mana bu sonlar uchun xolos matematik nazariy jihatdan ishlanishi. Xo'p, biz ko'ryapmizki, tovuqlar soni 2 marta ortyapti. 1,5 ta edi, 3 ta bo'ldi. Kuni ham 1,5 ta edi, 3 kun bo'ldi. Demak, 2 marta tuxumlar soni 4 marta ortishi kerak. 1,5 ta tuxum 2 marta ortsa 3 ta tuxum bo'ladi, yana 2 marta ortsa 6 ta tuxum bo'ladi. Ya'ni bu yerda javob 6 variantlarni qo'ymay ketibman. Hop, mana bu yerda birini belgilab qo'yamiz. Variantlarni qo'ymay ketibmiz, lekin 6 ta tuxum chiqdi. Hop, o'zimizning usulda ishlab ko'radigan bo'lsak, 1,5 ni 1,5 ga ko'paytiraman. 2,100 dan 25 ga teng bo'ladi. Bu demak 1,5 ga to'g'ri kelyapti. Xo'p. 3 ni 3 ga ko'paytirsak 9 va bu hozir bizda x ga to'g'ri keladi. Endi proporsiya 2,100 dan 25 x hisob kitobi ozgina uzunroq chiqadiganga o'xshaydi.
ko'paytirish x barobar 9 ko'paygan 1,5. Natija demak chiqyapti 2,25 ko'paytirish x barobar 9 ni 1,5 ga ko'paytirsak 9 kare 5 15, 9 kare 1 9, 1 yo'lda bilan 10,5 chiqayotgan ekan. 10,5. Endi x ni topish uchun 10,5 ni bo'lamiz 2,25 ga va natijani topaman desam, hop bizda ko'paytirishda qayerdadir muammo bo'ldimi? Bo'lmasa javob bunaqa chiqishi kerak emas. 9 kare 5, bu 13,5 ekan, uzr, 10,5 emas, 13,5. Mana bu ham 13,5 bo'ladi. Javob esa 6 chiqadi. 9 ni 1,5 ga ko'paytirishda ozgina xatolik yo'l qo'yibmiz. Ko'paytirsak 13,5 chiqadi. 2,25 bo'lsak 6 chiqadi. Mana 6 ta tuxum degan javob chiqib keldi. Xo'p, bu usulda sal og'irroq o'xshayapti. Haqiqiy mana buni o'zining ishlanish usuliga solishga harakat qilib ko'raman. Haqiqiy ishlanishda odatda nima deyiladi? Uchni, ya'ni o'ng tomonni chap tomonga mos-mosiga bo'lib chiqamiz. 3 ni 1,5 ga bo'lamiz. 3 ni 1,5 ga bo'lamiz. Ko'paytirilgan. Yana 3 ni 1,5 ga bo'lar ekanmiz. Ikkinchisiga keldik. 3 ni 1,5 ga bo'lamiz mana. Bu 3 ni 1,5 ga bo'ldik, ko'paytirish bu 3 ni 1,5 ga bo'ldik. Barobar bo'ladi. Bu yerda 4 chiqib kelyapti. Bu yerda avtomatik hisobga olib ketyapti. Hop, bu tomoniga demak 1,5 ni x ga nisbat. Mana bu shaklda bo'ladi. Xo'p, asl ishlanish yo'lida almashtirib qo'yibman ko'rinadi. Asl ishlanish yo'lida mana shunday bo'ladi. X taqsim 1,5. Haqiqiy matematika mutaxassislariga mana shunday o'rgatiladi. 3 ni 1,5 ga nisbati, yana 3 ni 1,5 ga nisbati teng x ni 1,5 ga nisbati. Umuman olganda o'ng tarafni chap tarafga nisbati ko'paytirilgan, yana o'ng tarafni chap tarafga nisbati teng bo'ladi o'ng tarafni chap tarafga nisbatiga. Mana shuni ishlashiga to'g'ri keladi u. Demak, buni ishlasak, hozir ko'rdik, bu 3 ni 1,5 ga bo'lsak 2, ko'paytirilgan yana 3 ni 2,5 ga bo'lsak 2 barobar x taqsim 1,5 bo'lyapti. Demak, mana shu narsa 4 ga teng chiqyapti. Demak, bu narsa 4 ga teng bo'lsa, biz bilamizki, x ni topish uchun 4 ni 1,5 ga ko'paytirish kerak. 1,5 ga ko'paytirish kerak. 4 ni 1,5 ga ko'paytirsak esa 6 chiqadi. Har qanaqa usul, har qanaqa yo'l baribir to'g'ri javobga olib boradi. Xohlasangiz boyagidek kalada ishlang, 1,5 ta tovuq, 3 ta tovuq 2 marta ko'paydi, 1,5 kun, 3 kun 2 marta ko'paydi, jami 4 marta ko'paydi. Demak, 1,5 ta tovuqimiz 4 marta ko'payib 6 chiqadi. Desangiz ham, shunaqa topsangiz ham bu test baribir ishlanish yo'li emas, javob chiqdi. Yoki mana bu usulda endi mana shu usul sizlar uchun eng maqbuli. Demak, 1,5 ni 1,5 ga ko'paytiramiz, 2,25 3 ni 3 ga ko'paytiramiz. 9 qo'ydim. 2,25 1,5 ga to'g'ri kelyapti, 9 esa x ga to'g'ri kelyapti va proporsiya shakli. Javob esa 6. Mana shu shaklda ishlasanglar yaxshiroq bo'ladi.
Hop, 9-savol. Mana bu masala endi, mana bu masala haqiqiy uch miqdor masalasi hisoblanadi. Boyagi yuqoridagi savollar 5-6-sinf kitoblarda uchraydi. Ular mana bu ishlanish yo'lini bilmaydi-yu. O'sha o'ylab mantiqan javobini topishga harakat qiladi 100 kilogramm o'sha 100 ta chitak masalasini yoki mana 1,5 ta tovuq masalasini. Lekin mana bu savol haqiqiy DTM savol hisoblanadi. O'tgan 2025-yilda majburiy matematikada yoki asosiy matematikada kelgan. Aniq bilmadim, lekin 2025-yil savolda bor edi mana shu va mana shunga o'xshash masala. Savolni o'qiymiz. 10 ta qo'y 2 kunda 5 o'ram pichan yesa, 8 ta qo'y 3 kunda necha o'ram pichan yeydi? 10 ta qo'y 2 kunda 5 o'ram, 8 ta qo'y 3 kunda qancha o'ram pichan yeydi deyapti. Ya'ni bajaruvchilar qo'ylar 10, 8 qo'yib oldik. Muddat, vaqt 2 kun, 2 kun yo'g'ida 3 kun qo'yib oldik. Va natija 5 o'ram pichan yegan 5 o'ram, u yerda endi necha o'ram degan x o'ram. Va endi ishlaymiz. Demak, 10 ni 2 ga ko'paytiramiz. 20. Mana ishlanish yo'lini shuncha paytdan beri yaxshi tushunmagan bo'lsangiz, endi menimcha muammo bo'lmaydi. Qiladigan ishimiz 10 ni 22 ga ko'paytiramiz. 20, 20 esa 5 ga to'g'ri kelyapti, 3-ga o'tib. Va xuddi shu ish ikkinchi tomonda. 8 ni 3 ga ko'paytiramiz. 24 va bu narsa x ga to'g'ri kelyapti. Va proporsiya. Proporsiya. Demak, 20 ni x ga ko'paytiramiz. 20 ni ko'paytiramiz x ga teng bo'ladi 24 ni 5 ga ko'paytirganimga. Bu yerdan chiqyaptiki 20 ko'paytirilgan x barobar 24 ni 5 ga ko'paytirsam 120 chiqadi. X barobar demak x ni topish uchun 120 ni 20 ga bo'lamiz. Natija esa x barobar 6 yani. Demak, 10 ta qo'yga 2 kunga 5 ta, ya'ni 5 ta o'ramda pichan ketsa, 8 ta qo'yga 3 kunga, demak 6 ta pichan kerak bo'ladi. Qo'ylarimiz soni 2 ta kamaydi, lekin kun 1 kun ko'p. Shuning uchun javob kattaroq chiqyapti. Hayron qolayotganlar uchun. Demak, 10 ta qo'yimiz 2 kun yegani, 8 ta qo'yimiz 3 kun yegani mana shunday asosda topiladi. Haqiqiy uch miqdor masalasi va uning ishlanishi bilan tanishdik. Va 10-savolimiz u ham mana shunga o'xshagan savol. Va mana bu yerda har doim ham x mana bu oxirgi o'rinda kelavermaydi. Savol turiga qarab. Yana eslataman, birinchi o'rinda bajaruvchilar, ikkinchi o'rinda vaqt, ya'ni muddati, uchinchi o'rinda natija yozilishi kerak. Savol: 7 ta ot 5 kunda 60 kg pichan yesa, 360 kg pichan 15 ta otga necha kunga yetadi degan savol qo'yilyapti. Demak, birinchi uchligini mos-mosni qo'yib olay avval. 7 ta ot bajaruvchi 7, 5 kun muddat 5 va natija 60 kg pichan yeydi. 60 ni qo'ydi. Endi bu yoqda mos-mosini mos-mosiga to'g'rilaymiz. 7 ta ot, 15 ta ot. Demak, 7 ni qarshisiga 15 yo'llaymiz. 60 kg, 360 kg. 60 ni qarshisiga 360 yo'llaymiz. Endi qolgan narsaga qarasak 5 kunda deyapti. Bu yerda necha kunda deyapti. Demak, ikkinchi muddatimiz noma'lum ekan bizda x. Va bu uchun ham xuddiki boyagi usulni qo'llasak 7 kare 5 35 bo'ladi. 35 imiz to'g'ri kelyapti 60 ga. 15 ni x ga ko'paytirsak 15 ko'paygan x imiz 15 x imiz to'g'ri kelyapti 60 360 ga. Demak, 7 kare 5 35 60 ga to'g'ri kelyapti. 15 x imiz esa 15 ko'paygan x imiz 360 ga to'g'ri kelyapti. Proporsiya qilsak, demak 36 deganimiz 15 x imiz, ya'ni 15 x imiz
ko'paytirish 60 bo'ladi. Teng 35 ko'paytirish 360 bo'ladi. Xo'p, 15 ni 60 ga ko'paytirsak 900. 900x barobar 35 ni 360 ga ko'paytiramiz. 126. Ya'ni 1260 degan javob chiqadi. Xo'p. 35 ni 360 ga ko'paytirsak 1260 emas, yana bitta 12600 chiqadi. 35 ni 360 ga ko'paytirib ko'rsangiz, mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. 35 ko'paytirilgan 360 teng belgisini qo'ysak 12600 chiqadi. Endi x ni topish uchun albatta x barobar x barobar 12600 ni bo'lish kerak 900 ga. 900 ga. Va natija x barobar 14 ga teng. 12600 ni 9 ga bo'lsak 14 ga teng. Demak, 7 ta ot 5 kunda 60 kg pichan yesa, 360 kg pichanimiz 15 ta otga 14 kunga yetar. Boshqacha usulda ishlashning deyarli imkoni yo'q bu masalani. Mana shu shaklda ishlash kerak. Xohlang bu oddiy proporsiyaga keltirib, xohlang va boyaga aytganimdek bo'lib nisbat qilib ishlaysiz mana bu shaklda. Bu sizning xohishingiz, lekin mana bu uch miqdor shakliga keltirish shart. Bo'lmasa buni ishlashning imkoni yo'q. Mana demak bugungi 10 talik murakkab savollarimiz. Nomutaxassislarga, ya'ni majburiy matematika jihatdan qarasak, murakkab savollarimiz tugadi. Agar kimdir bu savollarga qiynalgan bo'lsa, hech hayron qolmang. Bu majburiy matematikada murakkab savollar doirasiga kiradi va bular orasida bitta yoki ikkita tushish ehtimoli bor. Mana bu 10 savolni men aynan savolni ozgina o'zgartirganman, lekin aynan 2025-yilda, ya'ni o'tgan yilda tushgan savollardan olganman. Shuning bilan bugungi videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi videomiz nasib bo'lsa, hammani qiynaydigan yana bir mavzu kombinatorika haqida bo'ladi. Kombinatorika doirasida o'zi kombinatorika murakkabroq, lekin majburiy matematikaga nisbatan yengilroq savollar tushadi. 2024-yilda juda ko'p tushgan mana shu kombinatorika savollardan. Keyingi darsimizda inshaalloh ana shulardan eng yaxshi namunalarni ko'rib chiqamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.